Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun stress va uni bartaraf qilish degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi stressning nima ekanligi, uning qandoq paydo bo'lganligi, ya'ni uningki sabablari va uni bartaraf qilish to'g'risida qisqa qilib bir tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlə leksiyanın təfsilatı bolsun. Stress insanların yüz bergen özgürüşkə qaytırğan normal reaksiyası bulup, u his duyğu, cismani və əqli inkaslarını öz içigə alıdı. Stress bədənnin kündəlik besimğa qaytırğan normal inkası bulup, bədənnin yeni əhvallara maslaşışığa yardım berdi. Stress bəzdə aktiv bulup, insanların huşyarlığını yuqarı götürüp, xətardan saqlanışqa türtki boludu. Məsələn, insanlar mühim bir sınaq yoki imtihanga duch kelgəndə, stress insanlarını teximi terişib, yüzlənən sınaq yoki imtihandan yaxşı nəticəyə erişishə türtki boludu. Yəni, stress hər daim yaman oqibat keltirib chiqarmasdan, balki ba'zida aktiv rol o'ynaydi. Agar stress uzun muddat davom qilsa, turmush, o'g'inish, xizmatga salbiy ta'sir ko'rsatsa, u holda bu xil stress benormallik stress hisoblanadi. Stress badanning hamma sistemasiga degidek ta'sir ko'rsatib, kishilarning hissiyoti va harakatiga ta'sir ko'rsatadi. Stress ruhiy va jismoniy jihatlarda o'zgarish paydo qilish orqali psixikalik va fiziologiyalik benormallik va kasallikni keltirib chiqardi. Ruhiy va jismoniy sog'lomlikqa ta'sir ko'rsatib, turmush sifatini tuvallatadi. Bu faqatla ya'ni stress uzun muddat davom qilgan vaqtida kelib chiqadigan yomon oqibatlar. Undaqda bu stress yoki jiddiylashish qandaq bir jarayon, uningki badanimizga bo'lgan ta'sir qandaq bo'ladi degan vaqtida stress paydo qiluvchi omillar, ya'ni andisha, qo'rqish, tahdid, vahima qatorliq bu tuyg'ular bizning mingimizga ta'sir qilib, mingimizdan chiqqan signal böbrek üstü beziga ta'sir ko'rsatadi. Böbrek üstü bezi hormon ajratib chiqarish orqali yurak, nafas ritmini teziltadi. Ham shundaqla jigar glukoz ajratib chiqarib, muskullarninki jiddiylashish sababidan energiyaga bo'lgan ehtiyojini qondirdi. Mana bular shu inson stress bo'lgan vaqtida yoki stress paydo qiladigan omillarga duch kelgan vaqtida bu ta'sir yoki signal mingidan boshlanib, butun badandagi muhim organlarda hosil qiladigan o'zgarishlarninki jarayoni. Men yuqorida normalda stressninki bizningki yuz bergan o'zgarishlarga qaytargan normal inkosimiz ekanligini, uning badanda aktiv rol o'ynaydiganligini, faqat ost xarakterlik stress yoki stress uzun davom qilgan vaqtida uning benormallik hisoblanganligini ta'kidlab o'tgan edim. Undaqda ost xarakterlik stressninki qandoq alayidliklari yoki alomatlari bor degan vaqtida ost xarakterlik stressda tuvandagi alayidlik yoki alomatlar bo'ladi. Birinchisi uxlayolmaslik yoki uyqu qalayim qolishish. Ikkinchisi muskul jiddiylashish sababidan bosh va badanlari og'rish. Uchinchisi as saqlash va o'rganish qobiliyati to'solg'uga
uchrash, to'sqinlikqa uchrash yoki chekinib ketish. To'rtinchisi ziyoda andish qilish, oson ranjish, ochiqlanish yoki ko'ngli yerim bo'lish. Beshinchisi oson cho'chish, qabohatlik tush ko'rish, qora besib bilish. Oltinchisi horg'inlik his qilish, oson charchash. Yettinchisi nafas ololmay qolgandek yoki ig'ir bir yuk besib olgandek his qilish. Sakkizinchisi ishtahasi nacharlashish yoki ishtahasi qalaymaqon bo'lish. Ya'ni ba'zida tomoq yegisi kelmasa, ba'zida tomoqni ziyoda ko'p yeyish. Mana bular ost xarakterlik stress bo'lganda kelib chiqadigan alomatlar. Undaqda bu ost xarakterlik stress qandaq oqibatlarni keltirib chiqardi? Ya'ni biz ost xarakterlik stress giribdor vaqtida nimalarga duch kelishimiz mumkin degan vaqtida birinchisi insonlar shu ost xarakterlik stressga giribdor bo'lgan vaqtida aroq va tamakiga tayinib stressni tuvaltishga urinishi mumkin. Ikkinchisi zaharli chekimlik chekish va uningga xumor bo'lib qolishi mumkin. Uchinchisi qimor va boshqa yomon odatlarga xumor bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni bundaq kishilar o'sha stressga ig'ir darajada ost xarakterlik stressga giribdor bo'lgan kishilar turmushdagi nurg'un narsalarni ahamiyatsiz deb his qilganligi yoki davomli ish pushib bir xil besim his qilganligi sababidan yuqorqidek ahvollarga tayinib o'ziningki besimini tuvaltishga yoki ish pushqini chiqarishga urinishi mumkin. To'rtinchisi tashvishlanish va tushkunlik kasaliga giribdor bo'lishi mumkin. Beshinchisi badanning immunit kuchi ojizlashi, oson kasalga giribdor bo'lishi mumkin. Oltinchisi yuqori qon besimiga giribdor bo'lishi mumkin. Ya'ni uzun muddat stress holatida turgan, oson jiddiylashgan kishilarniki qon besimi yuqorilab, yuqori qon besimiga giribdor bo'lish xatiri normalda boshqa kishilardan yuqori bo'ladi. Yettinchisi yurak, qon va miya qon tomir kasaliga giribdor bo'lish xatiri yuqorilaydi. Ya'ni yurak sanjiqininki qo'zg'alishi, miya qon tushishning qo'zg'alish ehtimoligi odatdagi normal kishilardan yuqori bo'ldi. Sakkizinchisi semizlik va diabet kasaliga giribdor bo'lish xatiri yuqorilaydi. Mana bular ost xarakterlik stressga giribdor bo'lgan odamlarda kelib chiqadigan yomon oqibatlar. Hemen yuqorida deb o'tgandagidek bu ost xarakterlik stress bizda nurg'unlagan yomon oqibatlarni keltirib chiqargan. Undaqda biz ost xarakterlik stressninki qandoq oldini olamiz yoki uningdan saqlanamiz yoki bu ost xarakterlik stressninki ig'irlik darajasini yengiltalaymiz degan vaqtida birinchisi o'ziga ko'yinish, o'zini asrash, sog'lom oziqlanish, yetarlik uxlash va badan chiniqtirishga aktiv qatnashish. Bu yolg'iz stress emas, amaliyotda bizningki har qandaq bir jihatdagi sog'lomligimizni kafolat qilishda nihoyatda muhim. Ikkinchisi hayotga pozitiv va aktiv qarash, minnatdorlik tuyg'usini yetildirish. Ya'ni ochko'zlik qilmaslik, har doim boshqalar bilan selishtirib, ya'ni o'ziningki ega bo'lgan narsasiga minnatdorlik bildirmay, ochko'zlik qilishning o'zimi shu odamda stress paydo qiladigan muhim omillarning birisi. Shunglashqa bu jihatda alohida diqqat qilish orqali shu uzun so'zilgan ost xarakterlik stressning saqlanğılı bo'lishi mumkin. Uchinchisi hamma narsani kontrol qilg'ili bo'lmaydiganligini tonib yetish. To'rtinchisi o'zgartkili bo'lmaydigan ba'zi reallikdan ziyoda andisha qilib, uningdan voysirab ketmaslik. Beshinchisi zarur bo'lmagan yoki yetisholmaydigan ishlarga yo'q deyishni bilish.
ya'ni ko'ngilchaklik qilib hamma ishqa ma'qul emas, balki o'ziniki amaliy ahvoliga qarab agar yetisholmasa o'ziga ortiq yuk paydo qilib olishdan saqlanish uchun yo'q deyishni bilish. Ee, Oltinchisi pozitiv va aktiv energiyalik kishilar bilan e, e, munosabat qilish, ular bilan badikaldi qilish. Yettinchisi o'ziga ziyoda yuk yuklab olishdan saqlanish. Sakkizinchisi ko'ngil ichish va boshqa ijtimoiy faoliyatlarga ko'proq qatnashish. Ya'ni do'stlar bilan, tuqqanlar bilan badikaldi qilish, ularga ko'ngildagini anglatish orqali ularningki tavsiya va yordamlariga erishish, bumi mush ost xarakterlik stressning oldini olishda nihoyatda muhim. Ost xarakterlik stressni bartaraf qilish. Ya'ni biz ost xarakterlik stressdan saqlanolmay, uning oldini ololmay, mush ost xarakterlik stressga giribdor bo'lgan vaqtida qanday qilishimiz kerak degan vaqtida birinchisi stress paydo qilgan omillar bilan yuzlashish yoki uni tepib chiqib, uni hal qilishning choralarini izlash. Ikkinchisi orom olish, yetarli uxlash, yoga, nafaslanish mashqi va muskullarni bo'shitish mashqi qatorliq faoliyatlarni sinab beqish. Uchinchisi yo'l yurish, sayohat qilish va badan chiniqtirishga aktiv qatnashish. To'rtinchisi kundalik turmush, o'rganish va xizmatda reallikni, reallikqa uyg'un nishon belgilab, diqqatni shuningga markazlashtirish, o'ziga ziyoda yuklashdan saqlanish. Beshinchisi ko'ngilsiz ishlardan yiroq turish va diqqatini go'zal ishlarga markazlashtirish. Oltinchisi ko'ngil ichish va boshqa ijtimoiy faoliyatlarga ko'proq qatnashish. Yettinchisi zarur bo'lgan vaqtida psixika doktorga ko'rinib, ularning yordamiga erishish va sistemalik davolash ilib berish. Mana bular orqali biz ost xarakterlik stressni ma'lum darajada unumli bartaraf qila olishimiz mumkin. Bugungi bu stress va uni bartaraf qilish temasidagi qisqa leksiyani mishad oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Hammamiz hayotimizda ba'zi kelishmaslik, ko'ngilsizlik va fojialarga duch kelishimiz mumkin. Shu sababdan hech birimiz hayotimizda stressdan xoli bo'lolmaymiz. Ammo biz turmushqa, hayotga aktiv qarash orqali yuqorida men ta'kidlab o'tgan nuqtalarga diqqat qilish orqali stressningki bizda keltirgan ziyonlarini tuvalta olishimiz va sog'lomligimizga kafolat qila olishimiz mumkin. Oxirida hammanglarning tenining salomat bo'lishini tilayman. Ko'rishishcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.